Bugun yurtdoshlarimiz orasida savol-javob o'tkazamiz. Savollarimizga to'g'ri javob bering va mahsulotimizni yutib oling. Assalomu alaykum. Sizga savolim bor edi. Agar to'g'ri javob bersangiz, sizga sovg'amiz bor. Tasavvur qiling, oyingizlarning 5 ta farzandi bor. Ismlari Janub, Sharq, Shimol, G'arb. 5-inchisi kim? Shimol, G'arb. Aha, 5-inchisi. O'ylab ko'ring. Topamadingiz-a? Topganingizda sovg'amiz berardik sizga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? G'arb, Sharq. Yo'q, G'arb. O'ylab ko'ring. Mayli, topganingizda sovg'amiz berardik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qarang, sizga savolim bor edi. Agar to'g'ri javob bersangiz, sizga sovg'amiz bor. Tasavvur qiling, oyingizlarning 5 ta farzandi bor. Ismlari Shimol, Janub, G'arb, Sharq. 5-inchisi kim? Men. Wow. To'g'ri javob berganingiz uchun sizga sovg'amiz bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'ylab ko'ring. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'zimisiz? Qarang, sizga savolim bor edi. Agar to'g'ri javob bersangiz, sizga sovg'am bor. Tasavvur qiling, oyingizlarning 5 ta farzandi bor. Ularning ismi Shimol, Janub, G'arb, Sharq. 5-inchisi kim? Men. Wow. Qanday bildingiz? 5 ta farzand deyapsiz, sizga 5-inchisi o'zim bilaman. To'g'ri topganingiz uchun sovg'amiz. Rahmat. Sog' bo'ling.